Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 25-sentyabr 2025-yil. Navbatdagi Super Travelkamiz 220 da ishlaydigan 3 kW misligi hop so'xga tayyor bo'ldi. Iso akamizga hozir nomerlarni yozmadik atilib. Hop, Travelkamiz 2 shoxlik 220 da ishlaydi. Ichiga 50 kilo qattiq granulani solib qo'yganmiz. Mana ko'rgan bo'lsalaring, qotib yotibdi, tarashasi chiqyapti. Sababi biz granullarni chiqardik. Hozir mana shu granullarni maydalab tezligini ko'ramiz. Bundan maydalangan mahsulotni keyin mollarga yegizib yuboramiz. Sababi granuladan chiqqan mahsulotda agar kepak holatda qiladigan bo'lsangiz, mollarning ichidan o'tib ketmaydi. Zo'r effekt beradi. Granular o'zini bersiz ham zo'r bo'ladi. Agar uni kepak holi, mana bug'doyda kepak qilasiz-ku, o'shanda kepak qilib beradigan bo'lsangiz, ham pishgan yem, ham o'sha ichidan o'tib ketmasligiga xudo xolasa zo'r bu granularimiz. Hozir endi buni chiqarib tezligini ko'ramiz. Videoni uzmaymiz, sekundamay qo'yib qo'yamiz. 50 kilo qattiq granularni necha minutda maydalashini ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Sekundamerda moslab oldik. Qani 1 2 3 ketdi. Ochmagan ekansan, olmaysiz. Hop, bo'ldi. Короче, tugadi. 3 minut 15 sekund. Ya'ni 3 minut degan taqdirimizda ham, xudo xolasa 3 minutda 50 kilo donni chiqarib beryapti.
3 minutda 50 kilo donni chiqarsa, bu degani 60 minutda 900 kilo granulani maydalab berdi. 60 minutda 900 kilo granulani maydalab beryapti. Donni bemalol 1 tonnadan oshiq maydalaveradi. Ikkita shoxligi. Bitta shoxligi donni 500 kilo maydalaydi, ikkita shoxligi uje ob'yom ko'payyapti. Biz buni 500-600 kilo deb sotyapmiz, lekin bemalol o'sha 500-600 kilodan ko'p chiqarsa ham bo'ladi. Hozir ko'rgan bo'lsa-da, endi tortmani uje yarmiga tortdik, pashta oxirigacha tortdik. Nagruzka bo'lgani yo'q, 170-160 ga tushib ketgani yo'q tokimiz. Bemalol xudo xolasa ob'yomga ishlasa bo'ladi. 220 dan bemalol 1 tonnagacha don maydalasa bo'ladi. Eng yirik setkasida 2 li setkada bundan ham kam maydalaydi, sababi 2 liga un qivoradi pashta. Endi mana ko'rgan bo'lsalaring, granulani uni bu eng yirik setkada maydalangani. Mana mayilligi. Xudo xolasa o'ta mayin. Buni bemalol chochib, misol uchun siloslarga ham sepib bersiz bo'ladi, xudo xolasa. Ikkita agar mayin dona bo'lmasa, atak to'g'ri zo'r chiqqan. Agar buni hozir bu eng yirik setkasini ob'yom uchun ko'rsatib berdim. Agar aslida siz molga yem chiqaraman, molga sepib beraman deydigan bo'lsangiz, granulani maydalaydigan bo'lsangiz, 4 li setkasini tavsiya qilamiz. Agar bug'doyni maydalaydigan bo'lsangiz, 2 li setkasini tavsiya qilamiz. 2 li setkasida vobshe mayin bo'ladi, bemalol o'sha mollarga sepib bersiz, ichidan o'tib ketmaydi. Uni ko'p holatda maydalaydi, shakkardan ham mayin holatda bo'ladi. Ushbu drobilkamiz xudo xolasa Farg'ona viloyati So'x tumaniga chiqib ketyapti. Bundan tashqari bitta granulyatorlari ham bor. Kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan chiqamiz. Siz uchun xohlagan turdagi drobilkalarni yasab beramiz. Universal drobilkalar ismi, super drobilkalar ismi. Super drobilkalarimizda nalichilarda bor. Xudo xolasa bir shoxlilaridan ham bor, ikki shoxlilaridan ham bor. Iloji boricha ikki shoxlilar ko'p ketayotgani uchun oldindan zakaz berib qo'yasizlar. Bir shoxlilarimiz 4,5 million, ikki shoxlilarimiz 5 million, 380 da ishlaydiganlar 5,5 kilovat, 7,5 kilovatlilarimiz ham bor. Universal drobilkamizni xohlasangiz mahaviyligi bor, malatka oylik, 20 ta tishligi, xohlasangiz 8 ta pichoqligi bor. Xohlagan turingizdek qilib beraveramiz, farqi yo'q. Ko'pchilik mahaylikni suyardi ekan, mahaylik ham qilib beraveramiz, malatka oylik. Kimlardir o'sha 8 tali pichoqni suyadi, o'shani 8 tali pichoqni ham qilib beraveramiz. Xo'p, bizda bundan tashqari granulyatorlar soatiga 50 kilodan tortib 1 tonnagacha turlar bor. YouTube kanalimiz, Instagram kanallarimizni kuzatayotgan bo'lsalaring, hamma turidan bor. Mana bu 50 kilolik soatiga 50-60 kilo chiqaradi, 220 da ishlaydigani. Mana bunisi soatiga 80 kilo, 100 kilo chiqadigani. Bular ham 220. Mana 100 kilolik tayyor bo'lyapti. Mana 300 kilolik. Bundan tashqari 500 kilolik 1 tonnalilarimiz tugadi. Buni yana yasashni boshlayapmiz, xudo xolasa. Meshalkamiz ham sotildi, toshloqqa sotildi. Xudo xolasa ertaga buni ham yuklab berib yuboramiz. Meshalkamiz 28 millionligi. Kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, ana shu nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Faqat oldindan zakaz berib qo'yish esdan chiqmasin. O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlarida dastlab kelamiz. Lekin sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.